Uydagilar bilan bugun ovqatlanishga boramiz. O'shaning uchun tez makiyaj qilib olamiz. Kim nima desin, lekin aksessuar narsalarni sevaman. Ishoninglar, meni yuzimga tushgan zo'r qilib beradi. Qurib ketayotgan payt mana buni ishlataman, yuzimni zo'r uvlajlanch qilib beradi. Mana bunga juda ham sodiqman. Keyin TH kremi bor. Yuzingiz qurib ketgan bo'lsa, kechqurun o'zida suv qo'ysanglar, ertalab yuzingiz zo'r bo'ladi. Qizlar, hamma mana shunday olganini Instagramda ko'rib, mana ham zakaz qildim. Birinchi buni yuzimga surib oldim. Endi mana serumli serumni suramiz. Ishoninglar, yuzinglarni shunday zo'r yaltiratib beradi. Makiyajdan oldin yuzinglarni tayyorlab olsanglar, shunga qarab makiyajinglar zo'r yotadi. Surib ko'ramiz hozir. Qanday to'g'ri keladimi yo'q. Kismis emas, hammasini qo'lda suraman. Menga shu udobniyroq. Yoyilishi ham zo'r bo'ladi qo'lda sursanglar. Vau, buni qaranglar. Qanaqa zo'r yotdi. Men bunchalik bo'ladi deb o'ylamadim dorsi. Endi to'g'risi men bunaqa narsalar qilishni bilmayman. Amal deymiz. Men bulardan mamlatimga ozgina qildim, eploldim ham bilmayman. Menimcha eplolmadim. Mayli bo'veradi. Hech qilmaydi. Rumyanasini shuni ishlab ko'ramiz. Men umuman pudra surmayman qizlar. Beriga ham ozgina qo'shamiz ko'zimizga. Teksturasi, surilishi вообще zo'r. Olib ko'ringlar. Bizda hech bir bilmayman. Men buni Xitoydan zakaz qildim o'zim. Tak вообще zo'r. Yaltiroq narsalar surolmayman men. Mana shu lегкий makiyaj menga yetadi. Hozir bitta qoshimni bo'yasam bo'ldi. Paletkani yana bir marta sizga ko'rsataman. Buni yaltiroq o'zi mana hech narsasi ham yo'q. Pomada qilib ishlatsanglar bo'lar ekan. Shu teksturasi вообще zo'r, ishoninglar. Hozir bitta qoshimni bo'yaman, qaytib kelaman sizlarga. Mana qoshimni ham bo'yab oldim. Menga to'g'risi bu paletka juda ham yoqdi. Ishlatib ko'ringlar qizlar. Unaqa qimmat turmaydi ham. Mana hech qanaqa effektsiz olaman. Surilishi ham zo'r, yotishi ham zo'r ekan. Zo'r bo'yanadiganlar menimcha bundan ham zo'r chiqaradi. Men bo'yanish bilmaganim uchun shu. Endi qayerga borganimni keyingi videoda ko'rasizlar. Yo'qotib qolmaslik uchun sahifamga obuna bo'linglar. Hay.